Assalomu alaykum barchaga, Hali Mattoyev kanalining kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Xudo xolasa sizlarga bugun Buxoro moshin bozoridan Nexia 2, Nexia 1larni obzorini qilib boramiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa birinchi obzorimizdagi Nexia'miz o'zi metan gazchalari ham bor ekan. Obzorini qilib, to'liq ma'lumotni olib boramiz. Bugungi sanamiz 1-iyun, haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Bugungi kunda dollar kurslari 1279. Xo'p, birinchi Nexia sizdan aka bu egalar kim ekan? Assalomu alaykum. Yil necha ekan akalar buni? Yil 2013-yil mashinamiz. Metan gazlar bor ekan. Qabr narxdan oladi. Nima qilib narx qancha ekan aka? Demak, olgan qo'ymadilar, savdo olib turgan ekan mashinamizda. Assalomu alaykum. Egalar kim ekan buni? Sizdan aka? Yaxshimisiz aka? Yil necha ekan akajon buni? 14. Yili 2014-yil mashinamiz. Gazlar bor-a? Metan gazlari bor. 14-yil. Xudo xolasa mashinamiz holatlari yaxshi. Yurgan qancha ekan aka? 150 ming. 150 ming yurgani. Kraskalari? Zangchalar olingan. Polni radnoy tepasi. Xudo xolasa 4 ta yangi balonchalar bosib qo'yilgan. Mashinamizga holatlari ideal holatda, salonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari bor. 14-yil. Mana salonchalar ham ideal holatda turibdi. Chiqolchalar qo'yilgan mashinamizga. 150 mingta yurgani. Holatlari zo'r. Xudo xolasa. Narxdan qanday bo'ladi akajon bilan? 5 ming deyilyapti. Narxdan yana kelishib berasizmi aka? Narxlarni demak kelishib o'tib beradigan joylari bor. Xudo xolasa. Ideal sassenadagi Nexia 2 so'raganlar uchun mana. Nomer qoldiring akajon. 93lik 044 8049 nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Arender qayerda ekan? Buxoro Vobkent arenderimiz. Mashinamiz kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aytib o'tilgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ideal sassenadagi Nexia 2 kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa navbatdagi Nexia 2miz. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Yil necha ekan aka buni? Yili 2015-yil. Motor holatlari ideal, gazlari bor mashinamizda. Kraskalari top toza, polni radnoy kraskalari. Xudo xolasa mashinamiz holatlari zo'r. 4 ta yangi balonchalar bosib qo'yilgan. Mashinamizga kraskalari top toza, yurgani 118 ta yurgani. Mana hamma ishlari qo'yilgan. 1 so'mlik ham xarajatlari yo'q. Mashinani olasizlar, tayyor mashina binasizlar. Mashinamizga rulla qilingan 118 ming yurgani. Mana ideal holatda chiqolchalar o'ziniki radnoy poliglar tashab qo'yilgan. Ideal holatdagi Nexia 2 so'raganlar uchun knopchni Xudo xolasa mashinamiz eshiklarini yopilishiga e'tibor berasizlar. Juda ham zo'r mashinamiz. Xudo xolasa gazlari bor ekan. Hozir endi to'liqroq ma'lumotlarni olamiz akamizdan. Narx-navolarni. Aka, bu narx qancha deyapsiz? 6,5 deyapman. 6,5 deyilyapti. Narxga yana o'tib berasizmi aka? Narxdan kelishadigan joylari bor demak. Mashinamiz holatlari zo'r mana, ko'rib turganlaringizdek. Xo'p. Aka, nomer qoldirasizmi aka? Telefon qilishadi kimga ma'qul bo'lsa 99lik 503 aha 74 77 nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa arender qayerda ekan? Buxoro shahar arenderimiz. Bunisi ham sizdan aka, bunisi kimdan ekan? Egalari yo'qmi bu yerda? Mashinamiz ideal holatda, salonlargacha ko'ringizlar. Holatlari zo'r. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi mashinamizga. Sizdanmi akalar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yil necha ekan buni? 2015. Yili 2015-yil. Motor holatlari ham ideal turibdi mana. Ko'rganingizdek 4-pokoleniya propanlari ham bor. Gazlari bor demak mashinamizda. 4 ta yangi balonchalar bosib qo'yilgan mashinamizga. Salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari toza, zangchalari olingan, kichkina, boshqa top toza kraskalari, polni radnoy bo'ladi mashinamiz, xudo xolasa. Xo'p, yurgan qancha ekan? 90 ming yurgani. 14-yil edingiz? 15-yil yurgani 90 ming. Kondisionerlari ham ishlab turibdi. Kondisionerlari ham ishlab turibdi mashinamiz. Salonlarida ham qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Sveji holatda turibdi. Salonlari ham mana mashinamiz ideal holatda. Eshiklarini yopilishiga e'tibor berasizlar. Juda ham zo'r mashinamiz. Xo'p, narx-navoz qanday bo'ladi aka bilan? 6200 deyapti. Narx-navozdan demak yana kelishib beradigan joylari bor. Xudo xolasa
Nomer qoldiring aka. 90 710 Aha. 9007. 9007 nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Arender qayerda ekan? Bunaqa shahar Buxoro shahar Trikotaj. Buxoro shahar Trikotaj. Bemalol mashinamiz ma'qul bo'lsa kimga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yil necha ekan aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi turibsizmi? Yillar necha ekan mashinani? Yil 2012-yil. 4 ta yangi balonchalar bosib qo'yilgan. Mashinamizga kraskalari mashinada ozgina kraskalari bor ekan. Mashinamizga propan gazlari bor ekan. Xudo xolasa. Yurgan qancha dedingiz? 2 kurukka yaqinlashgan. 1,5 kurukdan oshib qolgan, 2 kurukkaga yaqinlashmagan. Mana mashinamiz salonchalari yaxshi, chiqollar qilingan, polakchalar tashab qo'yilgan, holatlari zo'r, xudo xolasa. Mana. Xo'p. Narx-navz qanday bo'ladi aka bilan? 4,5 so'rasizlar, demak narxni yana kelishib beradigan joylari bor. Mashinamiz holatlari zo'r mana, ko'rib turganlaringizdek. Nomer qoldiring akajon. 3302 nomerlarga 99lik bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Holatlari zo'r mashinamizda. Arenter qayerga ekan? Peshku tuman arenterimiz. Buxoro Peshku. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.